Nurafshon shahri va unga tutash hududlar aholisi uchun qulaylik yaratish maqsadida shahar bo'ylab turli yo'nalishlarda avtobus qatnovi yo'lga qo'yilgan bo'lib, ushbu yo'nalishlar bosqichma-bosqich kengaytirib borilmoqda. Jumladan, joriy yilning 26-mart sanasidan boshlab tongi soat 6:00 dan e'tiboran Nurafshon Tuyabog'iz qo'rg'oni yo'nalishida ham yo'lovchilarga muntazam avtobus qatnovi yo'lga qo'yiladi. Bugun Nurafshon shahar hokimi Ilhom Qilichxonov mazkur yo'nalishda harakatlanish jarayoni, avtobuslar hamda bekatlarning joriy holatini nazoratdan o'tkazdi. Yo'l obyektda yoqoringlar, pensionerlar. Hammasi yoqoringlar. Narginga ham ayting, nargi masjidga ham. Birga ham ayting, pensioner yoqsin. Salqin bo'lsa ham chiqadi, salqin bo'lmasa, issiq bo'lsa kim chiqadi avtobusga? Hozir bu pensioner anaqasi bormi, darajalari bormi? Bor, o'zini yopgan. Nechta turibdi hozir? 18. Ya 18 bo'lsa juda ham anaqa sovuq 18. 20 gradus normal, 20 qilib qo'yinglar shuni. 20 qo'ying. Hozir odam tek ko'chadan kelib chiqsa, shamollaydi bo'lmasam, juda sovuq borsa-da. Sizga bilinmasligi mumkin, lekin passajirga bilinadi-da. Tashmoriygacha yuradigan qilyapmiz ertadan, soat 6 da. Ertaga ertalab Tashmoriyga yuradi. Siz chiqqanmisiz bu avtobusga o'zi? Tashmoriydan yuradi endi. Yaxshi bo'pti. Tashmoriyda odam ko'p bo'ladi. Yaxshilarga yaxshi bo'pti. Talab bor demak, to'g'rimi? Tashmoriyga borishga talab bor. Taksi bilan keladi. Bir qadamga ham 5 million beradi. Avtobus ko'p xursand bo'lib ketdi. To'qqizindan shu yoqda magazinlar bor. Halsab shu yerda bor. Ko'p kelamiz bu yoqqa. Ishimiz ko'p tushadi Tashmoriyaga. Bizdan qaytayotgan ko'rib, Tashmoriyaga yursa edi deb aytayotgan edi odamlar ko'plari. Xizmatda bo'linglar, baxtli bo'linglar. Baraka topinglar. Rahmat. Sog' bo'linglar sizlar. Rahmat. Rahmat.